Mana ixtirolamdi. Hali men bunga patent olishim kerak edi. Hali patent olganim yo'q hali patent. Bola ko'targan qora shakl bormi, yo'qmi? Sen mo'za bormi? Tanlamagan oddiy lo'ya. Qanaqa? Mana shuni mana qanaqa rasmlar bor, kartinalar bor shuni yana. Bir ayol mana qoyaga chiqayotgan ayol turibdi mana. Lobiya men o'zim ekan, lobiyam bor ekan bitta, ha? Raqam 5 raqam bor bilan sonlar bor bilan. Bundan 13 kun avval Mushtumning rasmiy sahifalarida Yozyovon tumanilik Ahmadjon Mamarahimovning uy muzeyidan reportaj tayyorlab taqdim etgan edik. O'shanda ularni o'zlari yetishtirgan 5000 ga yaqin loyihalar haqida ham video tayyorlab kelgan edik. Loyihalar to'g'risida sizlarga mana shu maqolamizda aytib bermoqchimiz. Avval bu loyihalarning qanday sirlari borligi haqida Ahmadjon tog'aning o'zlaridan eshitsak. Mana bu yaqin qilingan, yaqin qilingan. Mana bu yerda bitta odam bilan ikkita odam turibdi. Qora bormi, shakli yo'qmi? Ha, bor. Bo'sh turibdi, ha? Qora shaklda. Hop. Shunaqa bitadi, ko'proq mana. Mana ko'ringda, bola ko'targan qora shakl bormi, yo'qmi? Mana bu yerda. Bola ko'targan qora shakl. Ha. Men ham mana u ikkita odam mana urushyapti mana bu yerda. Odam bormi shakli mana? Ha. Shunaqa bormi, yo'qmi? Bola onasi qarangda shuni. Bormi? Ko'rasizmi, yo'qmi? Bor. Ha, bor, hammasi bitta lo'ya. Mana qarangda hammasida shakl bor bitta. Qora oq mana qarang. Qora nimada yigit turibdi mana bitta. Ko'rasizmi, yo'qmi? Siz nima maqsadda qilgansiz bularni asosan? Men chimandan shu fotoapparatdan musobaqada paytda ikkita oq lo'yani o'zim kashftirma qilganman. Kashf qilgan bu mana lo'ya hech qayerda yo'q bu. Mana kashfiyotim bu. Mana raqam 5 raqam bor bilan sonlar bor bilan. Men bunda shunaqa 5 7 mana buni 5 foni ko'ryapti bitta ko'zim bitta. Shunaqa bunda hammasi bor, sonlar bor, bitta raqam bor bitta. Mana endi mo'rada mana K harfi bor, mana ko'rasizmi? Bunaqa. Shunaqa. Mana mo'nda odam bormi? Qora shakl. Demak, hammasi bitta mana. Mo'nda qora fon deganida, faqat qora ko'rinadi bitta fonlar. Bu mana ixtirolamdi. Hali men bunga patent olishim kerak edi. Hali patent olganim yo'q hali patent. Mana ashida oddiy, bitta mo'za bormi? Tanlamagan oddiy lo'ya. Qanaqa? Mana shuni mana qanaqa rasmlar bor, kartinalar bor shuni yana. Bormi rasmlar? Shuni katta qilingda, katta qilsangiz. Endi qarang mana bu yoqda mana. Qarang. Bu yoqni ko'rsangiz bu tomonda mana. Bu ayol mana qoyaga chiqayotgan ayol bitta turibdi mana. Ha? Ana endi hozirchi buni bu tomoni. Endi qarang. Mana qarasangiz zag'dan. Motorishda qarasangiz. Mana bu oq joyda ham shakl bor. Shu oqning o'zida shakl bor. Odamning qulog'i, boshi, ko'zi, og'zi, mana burni oq shakl o'zida. Endi agarda mana qarasangiz, bunda, mana motorishda. Endi odamning boshi edi. Bu qulog'i, bu boshi, sochi, bu jog'i mana qaraganingizda sochi tushgan bir şeyda. Demak, yozchi mana haliga qilgan lo'yam bor ekan, ha? Endi lo'ya men o'zim ekan, lo'yam bor ekan bitta, ha? Bu loyihalar haqida eshitib, Jek va loyiha poyasi filmi xayolimdan o'tdi. Uyning har bir burchagidan loyiha topsangiz bo'ladi. To'g'risi hali bunaqasini ko'rmagan edim. Tog'a loyihalarni 34 yildan buyon to'plab kelar ekan. Ularning e'tiboriga qoyil. Uncha-muncha odam bu vayda suratlarga tushunmagan bo'lardi. Siz ham qoyil qolgan bo'lsangiz, videoga like bosib, komment yozib qo'yishni unutmang. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.